Salom do'stlar, siz Nura Hamidning sahifasidasiz. Bu yerda montajni 00 dan o'rganasiz. Bugun 3-darsimiz. 3-darsda animatsiya bo'limini o'rganamiz. Videoni ustiga bosamiz va pastda 3-da animatsiya turibdi. Animatsiya videolarni boshlanishiga, o'rtasiga yoki oxiriga bezak beradigan bo'lim hisoblanadi. Mana bu yozilgan yozuvda vvod, vывод, komba turibdi. Mana shular videoni boshi, vывод esa oxiri, komba esa o'rta qismiga o'ziga xos bezak beradi. Vvod bo'limida siz mana bunaqa har xil animatsiyalarni topib foydalanishingiz mumkin va pastda buni sekundini cho'zsangiz bo'ladi. Uzunroq qilsangiz mana shu animatsiya sekinroq boshlanadi. Xuddi shunday, agar siz vыводga kirib tugash qismini tanlasangiz va uni ham sekundini sekinlashtirsangiz, mana bu yerda sekundini kamaytirsak tezroq tugaydi, agar uzaytirsak sekinroq tugaydi. Komba qismida esa videoni o'rtasida bo'ladigan animatsiya hisoblanadi. Buni ham bemalol uzunlashtirish yoki qisqalashtirish imkoniyati bor. Ptichkani bosamiz va bu yoqda bizda mana bunaqa animatsion video tayyor bo'lgan bo'ladi do'stlar. Mana shunaqa qilib tugaydi. Xohlasanglar animatsiyani ustiga bosib, mana bu yerda lupada siz o'zingiz xohlagan yozuvni yozib, shunga yaqin animatsiyalarni topsangiz bo'ladi. Masalan, page deb yozamiz va bu yoqda qog'oz, varaq, daftarga oid hamma animatsiyalarni bizga chiqarib beradi. Xohlagan bittamizni tanlab, o'zimizning videolarimizda qo'llasak bo'ladi do'stlar. Men bilan qoling. Keyingi darsda videoga filtr qilishni o'rganamiz.